Mana davomi ko'rishingiz mumkin. Farsh deysizlarmi, go'sht deysizlarmi, kolbasa deysizlarmi, hamma narsasi bor. Bular bilasizlar, Germaniya kolbaskalar bo'yicha birinchi o'rinda desak ham bo'ladi. Chunki har xil vichinalar, kolbasalar, souslar, kopchonli narsalar asosan shularda. Mana ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, mana kolbaskalarni. Mana Mamitda уже mana go'sht mahsulotlari, marinovkali, bez marinovkali, tovuq, baliq deysizlarmi, krevetka deysizlarmi, hamma narsadan bor. Mana ko'ringlar. Mana go'shtlarni qaranglar, kachistalarini. Endi nima desam bo'ladi? Baribir Yevropada bunaqa narsalar juda ko'p rivojlangan. O'zimizning davlatda ham qolishmaydi. Zo'r.